Assalomu alaykum, sizlar bilan foydali link YouTube kanali Kamina Jasurbek. Xudo xohlasa bugungi sayt obzorimiz ham sizga foydali va manfaatli bo'ladi degan umidamiz. Xo'p, bugungi sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan saytim orqali siz o'z pasportingizni nechta davlatga vizasiz tashrif buyurishingiz mumkin, ya'ni vizasiz sayohat qilishingiz mumkinligi haqida ma'lumot beruvchi sayt. Ya'ni siz agar O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, O'zbekiston hozirgi kunda nechta davlatga vizasiz kirishi mumkin? Aynan ularning ro'yxatini barchasini dokumental ravishda yuklab olishingiz mumkin bo'lgan sayt. Qolaversa O'zbekistondan tashqari barcha davlatlarni ham pasport kuchlarini bemalol solishtirib olishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu sayt manzili video ostida bo'ladi. Demak, boshladik. Video ostidagi sayt manziliga tashrif buyursangiz, xuddi mana shunaqa oyna ochiladi. O'zi ingliz tilida bo'ladi. Men Google переводчи orqali tarjima qilib oldim. Ya'ni Henry Passport Index bo'yicha biz davlatlar indeksini ko'rib chiqamiz, ya'ni qaysi davlat pasporti kuchliroq, ya'ni nechta davlatga vizasiz kirish mumkin. Saytga tashrif buyurganimizdan so'ng pastroqqa tushamiz. Pastroqqa tushsak, mana bu yerga yozing degan, ya'ni mening pasportim degan Henry Passport Index 199 xil pasportning vizasiz kirishini 227 ta sayohat yo'nalishi bilan taqqoslaydi deyapti. Ya'ni 199 ta davlat pasportini 220 ta sayohat yo'nalishiga moslab beradi. Qaysi davlatniki, qaysi joyga vizasiz tashrif buyurish mumkinligini. Bu yerga yozing deyapti. Bu yerdan o'zingizni qaysi davlat fuqarosi bo'lsangiz, ya'ni pasportingiz qaysi davlatga tegishli bo'lsa, shu yerda yozishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun biz O'zbekistonga taalluqli bo'lganligimiz uchun O'zbekistonni bosdim va ko'rib turibmiz, bizning pasportimiz dunyo bo'yicha 199 ta davlat ichida 75-o'rinda turar ekan, ya'ni joriy reyting 75-o'rin va viza bepul manzillar deyapti. Ya'ni viza bepul degani bu yerga vizasiz tashrif buyursangiz bo'laveradi. Ya'ni 62 ta davlatga vizasiz tashrif buyursangiz bo'lar ekan. Endi bular qaysilar deydigan bo'lsangiz, ya'ni mana bu bizning pasportimiz bo'ladigan bo'lsa, bu 62 ta davlat qaysi demoqchi bo'lsangiz, o'ng tomonda mana bu joyda hop ko'rishimiz mumkin. Mana bu joyda mana to'liq ma'lumot degan bo'lim bor. Mana shuni ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, hop mana shuni ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, bizda mana PDF fayl yuklab oldi. Bu PDF faylda mana bu joyda mana galochka turgan bo'lsa, bu bepul viza, ya'ni vizasiz tashrif buyursa bo'ladigan davlatlar ro'yxati hisoblanadi. Mana Armeniyaga kirsak bo'lar ekan, Ozarbayjonga, misol uchun Bahamasga, Bahraynga biz viza olishimiz kerak ekan. Mana X turibdi. Galochka bo'lsa bizga viza shart emas. Ya'ni mana bundaqa galochkali bo'ladigan bo'lsa viza olishimiz shart emas. Agar mobodo mana bunaqa krest holatda turgan bo'lsa, demak bizga viza kerak bo'ladi. Xo'p, ko'rib turibsizlar, bu yerda hop mana bu joyda ro'yxat yuklab olib, barcha davlatlarni ko'rib chiqishinglar mumkin. Misol uchun Indoneziyaga, Iranga, Jamayka, Qozog'iston, Jordan, Keniyaga, Qirg'iziston, ya'ni Qirg'izistonga qo'shni davlatlarga bu yerga bizga nima viza shart emas ekan, ya'ni pastroqqa o'chadi. Malayziyaga shart emas, Maldivga shart emas, Filippinga, Qatarga, Rossiya Federatsiyasiga, Samoaga, Gambiyaga, Tailandga mana viza umuman shart emas ekan. Ya'ni vizasiz bemalol biz pasportimiz kuchi bilan 62 ta mana shu ro'yxatda 62 ta galochkali davlatlarga bemalol tashrif buyursak bo'laverar ekan. Qolgan 164 tasiga ya'ni viza kerak. Ya'ni viza olishimiz kerak, viza pulli demoqda. Agar siz boshqa davlatni ham ko'rmoqchi bo'lsangiz, shunchaki mening pasportimning ustiga bosasizda, bu yerdan qolgan davlatlardan ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Misol uchun hop Qozog'iston, ya'ni qo'shni Qozog'iston davlati, O'zbekistonga yaqin chegaradosh bo'lgan davlatda mana 80 ta davlatga vizasiz tashrif buyursa bo'ladigan Qozog'iston fuqarolari reytingda hozir 63-o'rinda turibdi ekan. Ya'ni pasportining kuchliligi bo'yicha. Endi barchamizga qiziq bo'lgan, ya'ni qaysi davlat? Ya'ni Rossiya, ya'ni Rossiya Federatsiyasi. Rossiya Federatsiyasining pasporti xuddi mana shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. 114 ta davlatga bemalol vizasiz tashrif buyursa bo'lar ekan. 48-o'rinda turibgan joriy o'rni. Endi hammamizni qiziqtirgan, ya'ni Rossiyaga raqobatchi bo'lgan davlatimiz bor. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari, to'g'rimi? Hop. Biz United States, mana Amerika Qo'shma Shtatlari inglizchada qidirasizlar, ya'ni Amerika bo'lsa United States of America bo'ladi, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari mana chiqdi. 182 ta davlatga bemalol mana shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan pasportlari.
tashrif buyursa bo'lar ekan, viza talab qilmas ekan, 10-o'rinda reytingda turibdi ekan. Ya'ni vizasiz tashrif buyurish bo'yicha va o'sha 199 ta davlat ichida pasportining kuchi bo'yicha 10-o'rinda Amerika Qo'shma Shtatlari turibdi ekan. Xo'p. Yana bir nechta davlatlarni tekshirib chiqamiz. Ya'ni bizga Yaponiya kerak, Japan deb yoziladi. Ya'ni mana Yaponiya. Yaponiyani pasporti juda ham kuchli pasport hisoblanadi. 190 ta davlatga vizasiz tashrif buyurish imkoniyatini beradi agar sizda Yaponiya pasporti bo'lsa va reytingda 1-o'rinda turibdi. Ko'rib turibsizlar, 1-o'rinda. Endi hammaga qiziq bo'lsa, 2-o'rinda turibdi, uzr so'rayman. Yaponiya pasporti 2-o'rinda turibdi. 190 ta davlatga vizasiz tashrif buyurish mumkin. Endi barchaga qiziq bo'lsa kerak, 1-o'rinda kim turadi? Ya'ni kimni pasporti shu darajada kuchliki, butun dunyoga vizasiz tashrif buyurish mumkin. Albatta bu savol sizga qiziq bo'lsa, ushbu saytga tashrif buyuring va poisk belgisidan ana shu davlatlar reytingidan 1-o'rindagi davlatni toping, ya'ni 1-o'rinda turgan pasport kuchi bo'yicha va kommentariyada ushbu javoblarni yozib qoldiring. Albatta, birinchi to'g'ri yozib qoldirgan insonga bizda surpriz bor. Yozib qoldirasiz va Sharq admin 1 manziliga yozib qoldiring. Mana yozdim deb kommentariyada skrinshot qilib tashlab qo'ying. Albatta biz to'g'ri javob yozgan inson bilan bog'lanamiz. Sayt sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Agar siz mabodo hali birorta davlat pasportini olmagan bo'lsangiz yoki pasportingizni almashtirish niyatingiz bo'ladigan bo'lsa, shunchaki shu saytga kiring va ko'rib oling, yoki bo'lmasam sizda ma'lum bir davlat pasporti bo'lsa va qaysi davlatlarga men vizasiz sayohat qilsam bo'larkin, dunyo kezsamikin demoqchi bo'lsangiz, shu sayt orqali bemalol o'z pasportingiz kuchini ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan Kamina Jasurbek bo'ldi. O'tkazgan 7 minut vaqtingizga rozi bo'lasiz. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.